Xi Jinpingning Xitoy millatchiligi cho'ng davlat g'oyasi, ya'ni Xitoy tushi bilan bog'langan bo'lib, xalqarada u Xitoyning chilbir diplomatiyasi shaklida o'tirg'i chiqsa, Xitoyning ichida boshqa millatlarni xitoylashtirish, dinlarni xitoychilashtirish, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizish shaklida ifodalanib kelmoqda. Chet el taraqqiylarimi Xi Jinpingning Xitoy millatchiligi ideyasiga izchil diqqat qilib kelayotgan bo'lib, bu vaqtda e'lon qilingan maqolalarda millatchi Xitoyning kelgusi vaziyati haqida xilma-xil mulohazalar o'tirg'i chiqmoqda. Yaqında Al Jazeera to'rida e'lon qilingan pul, huquq va Xitoy millatchiligining xatari nomli maqolada hozir Xitoy millatchiligining kuchayib, yuqori darajaga borganligi, hukumatning uni qo'llayotganligi, ammo Xitoyga ziyonli vaziyat ko'rilganda uni kontrol qilishga majbur bo'lganligi bayon qilingan. Maqolada aytilishicha, Xi Jinping hukm surgan dastlabki mezgilda iqtisodiy davomliq yuksalgan Xitoyda Xitoy millatchiligi bosh ko'targan. Xitoyning Amerika bilan raqobatlashish, hatto Amerikaga shiltin etish jasorati kuchaygan. Tashqi munosabatda chilbir diplomatiyasi qo'llangan. Davlat taratqullari va ijtimoiy aloqa vositalarida Xi Jinping ideyasi, uning millatchilik, vatanparvarlik shuari davomli tashviq qilingan. Ammo Xitoyning iqtisodi tuvallab, Amerika bilan yarashish ehtiyoji tug'ilganda Xitoy taratqullari pastgo'yga tushgan. Amerikaga qarshi sadolar pasaygan. Masalan, 2023 yil 11-oyda Xi Jinping Amerika prezidenti Joe Biden bilan San Fransiskoda ko'rishishning oldida Xitoy taraqqiyotchilari Amerikaga qarshi tashviqotlarini vaqtliq azaytgan. Al Jazeera to'ridagi bu maqolada bir Xitoy vlogerining qizil yumaloq belgini Yapon bayrog'ining belgisi deb qarab, Nanjingdagi savdo do'konlari aynikiga choplangan 2024-yilga muborak degan qizil qog'ozni sökib tashlash kerakligi haqida davron selishlari. Yaponcha kiyinib rasmga tushgan bir Xitoy ayolining saqchilarning tanqidiga uchrab, Xitoycha kiyinishga majburlanishi misol keltirilgan. Bu misollar Xi Jinping davrida bosh ko'targan Xitoy millatchiligining xilili umumlashganligini ko'rsatib bergan. Amerikadagi tungan analizchi Maju Apandining bildirishicha, Xitoy Kompartiyasi 2000-yillardan boshlabla buyuk Xitoy tashviqotini davomlashtirib kelmoqda. Bundaq ahvolda muqarrar holda bir turkum Xitoy millatchilari yetishib chiqadi. Ularning ko'p qismi ong saviyasi tuvan Xitoylar bo'lib, hukumatning tashviqotlariga ishonadi va chaqiriqlariga egishidi. U mundaq deydi: 这个共产党呢，在利用中国的民族主义的过程当中，不仅仅只是为了他自己的头。 Xitoy Kompartiyasi hozir o'z hokimiyatini mustahkamlashla emas, boshqa millatlarning zaminini bulash, odamlarni o'ltirish, madaniyatini yo'qotishdimi Xitoy millatchiligidan foydalanmoqda. Bo'libmi Uyg'urlarning zaminini ishg'ol qilish, ularga irqiy qirg'inchilik yurgizishda Xitoy millatchiligi rol o'ynadi. Hatto Xitoy buni qandoqdir Junxo millatlarining ulug' gullanishi deb atadi. 灭绝，他们称之为是中华民族的伟大复兴。 Amerikadagi siyosiy analizchi Andres Korapandi Xitoy millatchiligining Xitoydan olib ketganligini bildirib, mundaq deydi: Chinese nationalism is more than just about Han China. Xitoy millatchiligi faqat Xitoy bilanla cheklanmaydi. Burun Xitoyda mavjud deb qaralgan bu Xitoy millatchiligi hozir kengayib, jahongirlik va mustamlikchilik shaklini olmoqda. Uyg'ur va Tibet rayoniga kengaygan Xitoy millatchiligining madaniyat va dillarni yo'qotish, yerlik millatlarning tilini yo'qotish shaklida davom qilganligini, uning oxir berib irqiy qirg'inchilikka taraqqiy qilganligini ko'ryapmiz. China today, we see an eradication that is going so far as to be genocide. Xi Jinping 2023 yil 6-oyda vatanni söyish deganimiz davlatni söyish bilan birga Xitoy Kompartiyasi va sotsializmni suyish demakdir degan. Xitoy hukumatı bu yil 1-oyda yangidan vatanparvarlik tarbiyasi qonunini yo'lga qo'ygan bo'lib, Xitoy fuqarolariga davlatni va Xitoy Kompartiyasini suyish ideyasini singdirishni aniq nishon qilgan. Doktor Andres Korning qarashicha, millatchilik, jumladan vatanparvarlik yomon ish emas, ammo u to'g'ri nishonga menishi kerak. U mundaq deydi: We have nationalism in the United States. We support our country. There's patriotism involved. Amerikadamo millatchilik bor. Biz o'z davlatimizni qo'g'daymiz. Vatanparvarlikmi shuning ichida. Biz demokratiyaga ishonamiz. Ammo bir davlatdagi millatchilik shu davlatdagi ko'p xillikni yo'qotadigan yoki sirtqi kengaymichilik qilib, boshqa millatlarning madaniyatini vayron qiladigan bo'lsa, masalan, Xitoyning qilgandek hammani xitoychilashtiradigan bo'lsa, u holda bu xil millatchilik xatarlik masalaga aylanadi. In this case, sinicization, that's when you really get into problems.
Amerikadagi siyosiy analizchi Ilshad Hasan apandining bildirishicha, Amerikadagi davlatlarda millatchilik bilan vatanparvarlik ikkisi ikki xil uqum bo'lsa-mu, Xitoyda ular birlashib ketgan. Chunki Xitoy kommunist hukumatı o'z manfaati uchun Xitoy millatchiligidan foydalanib kelmoqda. Amerikada millatchilik degan bu hukm pek targ'ib qilinmaydi, hech kim buni ko'tarib chiqmaydi Amerikada. Endi Xitoyniki kelsak, Xitoydagi millatchilik va vatanparvarlik amaliyotda Xitoy kommunistninki kalla yuyish orqali birlashib ketdi. Bu yerdagi mayli vatanparvarlik desin, millatchilik desin, ikkilisi bir narsani ko'rsatdi. Yana Xitoy millatchiligini ko'rsatdi. Ham bu millatchiligi amaliyotda o'zininki ishg'oliyatidagi millatlar kelgan vaqtida bu millatchilik mavjud. Ham zo'ravonlikqa aylangan. Masalan, Xitoy millatchiligi Sharq Turkiston, Tibetlarda Uyg'urlarga va Uyg'urlar bilan yashayotgan Qozoq, Qirg'iz degan millatlarga milliy qirg'inchilik qilib berish. Ama Xitoy o'z ziminiga kelgan vaqtida bu millatchilik faqat Xitoy kommunistninki manfaatini qo'g'dash va Xi Jinping boshliq oz sondagi diktatorlarninki huquqini va ularning manfaatini qo'g'dashga aylangan. 2022 yil 10 oyda Xitoy Kompartiyasining 20 qurultayı ichilish arifasida Al Jazeera to'rida e'lon qilingan bir maqolada Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Xi Jinpingning bundan keyingi asosli nishonining iqtisodni taraqqiy qildirish emas, balki Xitoy Kompartiyasining hokim mutlaq o'rnini mustahkamlash ekanligi o'tirg'i qo'yilgan. Xi Jinping 20 qurultayda Xitoyning umrlik hukmroni bo'lishga yo'l hozirlagandan keyin darvaqa millatchilik va siyosiy kontrollikni muhim o'ringa qo'yib, iqtisodni taraqqiy qildirishni ikkinchi planga olgan. Pul, huquq va Xitoy millatchiligining xatri nomli maqolada Xitoyning hukumat homiyligidagi torbatlari va ijtimoiy aloqa supullarida vatanparvarlik va Xitoy millatchiligini bozorga selib, egay kuchlarni to'plab pul tepayotganlarning faqat Xitoy hukumatı yo'l qo'ygan doirada harakat qila oladiganligi. Agar Yapon milini boyqut qilamiz deb Toyota markali mashinalarni chaqib tashlaydigan yoki Amerikaga qarshi namoyish qilib, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatni buzib qo'yadigan qilmishlarni sodir qilsa, hukumatning ularni cheklaydiganligi bayon qilingan. Ya'ni Xitoy hukumatı Xitoy millatchiligining haddidan eshib, zo'ravonlik harakatiga aylanib ketishidan, hatto Xi Jinpingga qarshi to'plonga o'zgarib ketishidan ansiraydi ekan. Shunga Xi Jinping astirdan yel berayotgan Xitoy millatchiligi o'tqa o'xshash xatarlik narsa bo'lib, Xi Jinping uning bilan o'ynashsa, o'zini ko'tarib qo'yish ehtimoli bor ekan. Siyosiy kuzatchi Ilshad Hasan apandining bildirishicha, Xitoy millatchiligi va Xitoy vatanparvarligining Xitoy fuqarolari uchun hech qanday ahamiyati yo'q. Holbuki Xi Jinping hokimiyati Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan milliy qirg'inchilikda, islom dinini xitoychilashtirishda Xitoy millatchiligining o'ynagan roli cho'ng. Xitoy davlatchiligi, Xitoy millatchiligi Xitoy fuqarosi uchun nol. Hamda bu nimaga foydasi bor deganda, shu Xitoy hokimiyatining Xitoy millatchiligi, vatanparvarligi faqat Xi Jinping va Xi Jinpingning atrofidagi bir to'p Xitoylarning manfaati. Endi bu bizning vatan kelgan vaqtida Junxo millatlari degan nomida bu Xitoy millatchiligini gavdalantirsa, uningdan keyin islomni Xitoylashtirish degan nom bilan bu yerda bu yana Xitoy millatchiligininki tusini olgan. Shu orqali bu yerda Uyg'urlarga milliy qirg'inchilik yurgizishninki bir quroliga aylangan. Moji apandining qarashicha, Xitoy millatchiligi boshqa millatlarni arzimas o'ringa qo'yib, ularni hamon Xitoyga qo'shib o'tadigan siyosatda ro'shan ifodalanadi ekan. U buning tarixda ko'rilgan fashizmlik millatchilik ekanligini bildirib, mundaq deydi. 如果说某个民族是主体民族，其他民族是从属民族，这实际上是奴隶制社会时期的一种描述。 Bir millatni asosliq millat, qolganlarini beqindi millat deyish, qulluq jamiyatdan qolgan narsa bo'lib, 2-Dunyo urushi mazgildagi Germaniya bilan Italiyaning fashizmlik millatchiligida buni ko'rgili bo'ladi. Bugungi Xitoymo dal millatchi va fashist bir davlatdir. 就是一个民粹主义的法西斯化的一个国家。